Voy. Bu Nurdunmi? Men shu. Nurdun, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Yaxshi. Siz burun Qarlig'ach paytida ishlaganmi? Burun Qarlig'ach ishlagan. Hozir siz bu Gobodada ishlaysiz, shundaqmi? Gobodada. Bu ma'vo Urumchida 5-iyuldan keyin yo'qolib ketgan bolalardan Tursunjon To'xtini siz Satrashxondan elib ketgan Qarlig'ach paytida. Tursunjon To'xtini sizlar shu ketgandan keyin Satrashxondan qayerga topshirib bergan tonglar? O vaqtida biz boshqa bir bola chiqqan, malika shu Satrashxonning udildiki yana bir kattagi sotgan bir bo'ladi. Shu ashpon chiqqandan keyin shuni o'sha Tursunjonni shu vaqtida chivu qatnashgan, shu vaqtda o'qigan deb bizga ashpolib jipchilagan shu vaqtda. Shuni jipchilagan keyin shuni bu bolani izlab topolmay, shuni buni bir satrash bir aksiya ekan. Shuni suzishda shu vaqtida aksini akab so'zlashgan biz buni enisini shu vaqtda shu bidoaga shu aksidan nada nima qotdi deb shu enimni o'qidim deb shu vaqtda biz aksilar so'zlashgan. Sinjan degan bola bizmi ko'rib baxmudoq bizmi uydan tutib baxmudoq u vaqtida. Aksini deyishcha bu sizlar aksini ko'rishgan chog'da enani bizimcha aykaldik, bizmi shu Qarlig'ach paytida aykaldik, biz kanshu so'q o'tkazib berdik deb ekansan ku. O'zini tepagan ketdi. Oldin yili bizga shaharlik o'yinchininki o'sha Shinfangbanlikka shu to'g'rilik chaqagan meni shu vaqtda. Vaqtida Bangolsudagi Ahmadjon Yurum bilan yana bir Qodir kishini shu vaqtda so'zlashib, materialni nagacha bu odamni tutgan shu vaqtida chivini oldiga tutgan tutgan materialni hammani paysodan material dali qilib shu vaqtda shuga olib bergan. Sizlarcha Tursunjon To'xtini kim aytganda, qanday bo'lib yo'qolib ketgandi? Farzingizcha sizning. Naqadar farz qila olmayman bir yo'qolib ketgan odamni. Sizning tavalligingiz tursa, to'xtang, sizning og'zingizdan chiqqan gappa u aksiga degan chog'da biz aykaldik matkash. Aqmida bir gap. Meni og'zimdan chiqqan gap emas bu. Shu vaqtda bizning paysoda bilan birga diloshgan bolalar bor. Bizning fusojanlar bor. Shu vaqtda hammamiz taqmaydan turib qilgan. Sizcha, to'xtang. Unda esa sizlarcha mush bolaning aksi qo'rqmay sizlarning ustidan qarchaplayotganmidi? Bu cho'qim bola sizlarning ustingizdan qarchaplayolmaydi. O'nchilik jasorat yo'q bunda. Bular xato uchrab qolgan bo'lishi mumkin. Sizning farzingizcha bil qanday bo'lib inimni aytganmi shu Nurdun deyishlik sabab nima? Nim sabab bo'lib qolgandi sizcha? Bu yerdagi sababni cho'ng bir sabab yo'q. Shu vaqtda buni enisini biz shu aniqlab tutamiz. Mushning enisini chivo qatnashdan keyin buni enisini biz izlagandikdan shuni o'ylab buni enisini topolmagandikdan bu suzishning Lobinning enisi degandikan shu mushni chaqirib kelib. Shu vaqtda mushto'g'irlik enisi to'g'irlik mushtonda suhbat olgan. Mushunda vaqtlar kelib qolsa mushunda qo'riq chekbandi qildi bu xat deb sho'lashqa ne chiqdi marliqda meni izladi bular. Sho'lashqa shu vaqtda men ko'rashmayman. Meni ko'rishgan sizlarga hech qanday yo'lim yo'q. Ham sizlarni ko'rasam to'g'rilmaydi. Nimishqa men sizlarning enanglarni mantiqmigan. Faqat bu ishni biz tekshagan, sening enangning nechikaligini men uqmayman deb gapni shu vaqtda elib kechiratgan. Oldin sen mushto'g'irlik shaharlik o'yinchidan chaqagan vaqtida men ishqatdan beri materialni o'zaqida yana bir odam ta'minlagan jipchirini topib aminasini shaharlik o'yinchiga qilgan. Shaharlik o'yinchidan kim surishti qildi sizni mush ish to'g'risida? Qodirmi, Ahmadjonmi? Shaharlik o'yinchida Ahmadjon bilan Qodirjon ishkili tekshagan shu vaqtida. Tursunbaqti bormaganmi? Tugab ketgan Tursunbaqti. Shu vaqtda shu Tunjudimmi Tursunjonmi so'zlashgan men bilan. Hamini ahvol nega shu vaqtda men daftargan ahvolni. Yig'in chaqlab aytgan chog'da siz Tursunjon To'xti degan bu balni siz ko'midingiz, shundaqmi? Ko'rib baxmagan. Ham bu odamni men umrim ko'rib baxmadim. Bu odamning nani tutqunini uqmayman. Bular shu Mushtam Nurdun bilan G'ojapur do'qtilyapti deb shu vaqtda davron sag'aqtira men amini ahvolni amini bizning shaharlik guanjiga bevaqt yetkazishmagan. Shu sizlarni kimg'aysan shu vaqtda shaharlik guanji qildim. Shu amaliy ahvolni yig'inchaq bir shaklda deb beramamsiz. Mana nima amaliy ahvol? Bir satrashninki aksi qanday bo'lib bir ikki saqchining ustidan qarchaplay oladi. Bu nima bu yer bir shu boshqa ahvol yo'q. Shu mashinada bir jipchi kelgan, mashina enisini qatnashdi deb. Mashina enisini qatnashdi degandiki, shu ilqat tutgan go'stam chiqqan bir bola bor. Shu ashponni so'roq qilish jarayonida topshirdi. Mashina enisi shu vaqtda chivuda bu satraqani oldirib tutib o'qigan mashina enisi deb. Shuni topshirgandiki, unda buni tutib kelaylik deb shu vaqtda izlab buni topolmay. Mana bu satraqani Lobinning enisi bo'lgandiki, Lobin fuqida deb Lobinning aksini aprel biz idora so'zlashib suhbatda iliq bo'pijida turgan bolalarga materialni shu vaqtda saqlagan. O'sha materialni. Putuq yegan kim? Bu o'qigan mashina enisi. Tursunjon To'xtimi?
Tursunjon to'xta, qanday ahvolda putiga o'q tegdi bu? Sizlar tekshirib tutayotgan chog'dimi yoki 5-yil kunimi? Uni umaymadira, u men tekshirib qarabdi o'q tegdimi? Ya boshqa o'qtaydimi? Bizga xalqniki tekshirgan vaqtida chivu kuni ujola atram qo'rchiga vaqtda shu vaqtda o'qtayda bizga shunda deydi xat. Xatira shunda qilgan. Hozir bu. Yana shunda qilgan ekan, biz shuni izlaymiz buni. Shuni endi hozir shaharlik saqchining idorasining siz bilan bo'lgan buni surish qilishi to'xtadimi, tugadimi? Shaharlik saqchiningki hukmi nima bo'ldi xolos? Uningki izlab baxmadi meni. Ammo sizni ochchig'ingizda bunchalar yomon qilib ketmang. Bo'lamdi? Buni so'zlashib turamiz hamsa. Men ochchig'imni yomon qilmayman. Amir akbar shuni tushuntiribman. Nima qilib mening hech qanday. Qo'lingizdagi qoral. Qo'lingizdagi qoral davlatning qorali sizning qoralingiz emas. Davlatning qoraliga tayinib bunchalar yo'g'on gap qilsa qo'ymaydi. Hech kimga yo'g'on gap qilmayman. Past ovozda gap qilsiz. Burunni qattiq chiqdi. Past ovozda gap qilsangiz, haqni bozaq qilganga ishlasangiz bo'ldi-da uni. Bizga qilganingizdan foydasi yo'q. Sotsial go'nga ketib qolamiz. Maqamsa, siz bilan so'zlashimiz hamsa. Xo'sh. Ma'qul. Hurmatli radio anglovchilar. Ma'lum bo'lishicha, ayni chog'da Urumchidagi Qalag'och saqchixonasida saqchi bo'lib ishlagan Nurdin 5-yil va uningdan keyingi bostirish harakatlarida ko'rsatgan xizmatlari sababidan bo'lsa kerak, u yaqinda Xitoyning davlat tomonliq atritiga o'tkazgan. Biz Xitoyning davlat tomonliq saqchisi Nurdinning yuqorqi bayonlarining to'g'ri yoki xatoligini dalillash uchun Tursunjon To'xtining aksi Qurbonjon To'xti bilan so'zlashdik. Tursunjon To'xtini Nurdinning akatganini siz ko'zingizga ko'rdingizmi? Keyin xalqdan jamiyatdan oldingizmi? Ya bu mandaqchi 31-da Nurdullah kelib bizning do'kon oldiqchi. Ash do'kon oldida mashina to'xtatib qo'yib, ash boga bizning do'konni chiriblar kim? Do'kondagi ishlayotgan bolalarni ash do'kon oldiga chiqib tug'izibdi. Qatar tug'izgandan keyin ash mashina ichib turiblar, ash bola shu deb mashina ichib turib ko'rsatganda. Mashina ichib turib ko'rsatganki shu meni elimni olib bilan mangibdi. Buni bizning do'konni beqini qo'shilamiz-mi? Shu xashina ash mashina qarab turibdi, ash mashinadagi bizning qo'shnilarimiz ko'rib qolibdi uni. Shu mana işte depede. Saqchida bu Nurdin bilan o'zini ko'rashdingiz, shundaqmi shu kunlarda? Ko'rashganman. O'zimni opirib ashakchi. Endi men ekelim mishat bor deb o'zimni g'o'zilar Nurdin o'zi ochdi degan jo'manga. Hozir bunada tinib olib bordi bular. Nima ish qiladi bu ular qilgan deyman hozir. Undan keyin yaqinqi mazgillarda sizlarni ko'rashgan chaqda, men buni akatga men emas deb keyin tinib oldigan gapni sizlar qilganmi? Ya demidi. Sizlar eng yaqinda qachon ko'rashdinglar bu Nurdin bilan? Bu Nurdin bilan men shöyle Gobodadagi izlab bag'achig'imdan g'o'ji bakin. G'o'ji bakin Nurdin yo'qincha. G'o'ji desak Nurdin so'rab qilganda, iningni men so'rab qilmagandim deb Nurdin aytib qo'yib turgancha g'o'ji. Hurmatli radio anglovchilar. Yuqorida 5-yildan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lganlar nomli chatma xabarning